Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiye desediğe juruzu başın götündün sözdeyimiz. Bugünkü islağı 2025 yıl 10. ayının 29. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz, hem bugünkü leksiyelerimizden mezmunu mesela Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump, Japonya'daki ziyaretini muvaffakiyetle ahırlaştırıp 29. günü aeroplanğa oturup Janubi Kore'ye gidip geldi ve Janubi Kore'de hem dağdağılı karşılandı vatandaş. Yani biz vaziyetimizin uzun eytaylı. Mesela Japonya'da bulup ötken işlerine qarab duran vatandaş, bu kısaca haber bilen siz yetkizimiz vaziyet. Ekranda Amerika Japonya 3 parça şirin ayla şekillik altın medal. Bunu aşında kaptı, tercüme kılamadım. Ben başka bilmiyorum. Jimpey degen adette Olimpiyattan terbiye müsabakasıda Jimpey degen altın medal degen gap buldu. Buna Xitaylar bunu muşunda kaptı, Jimpey'de. Bu iki devlet oturuşu münasebetke buna taze muvaffak kemmeti. Yani çağırıyor vatandaş. Altın medal hesaptır. 3 tane altın medal hesap çıktıydı. Japonya veziri, yeni sayılan veziri Takeichi hanım, Amerika'nın Japonya'da turuşu garbi bazısı da Washington belgelik amat gibi çıktı. Japonya uğraştı, yenildi diyen tarihten kölengisten kurtuldu. Japonya'nın veziri Takeichi hanım, Japonya'nın tarihine özgertemdi. Prezident Donald Trump Asya'daki ittifaktaşlarını tertip saldı. Avval kızıl başlık tügüneklerini yoktu. Şak diyen gap. Kızıl başlık tügüneklerini yoktu. Ondan çoğun alvastığı takabül durdu Asya'da. Şak çoğun tügüneklerini yoktu. Ondan çoğun alvastığı takabül durdu. Amerika, Japonya, Tayvan, 3 devlet, Vladimir Putin, Xi Jinping yani Jungu, Kim Jong-un yani Çavuşenga takabül durdu. Ahbarat yeşmisi 10. ayının 29. günü yutup. Ve 3 altın medal belgelik vakanın üzünümeden. Altın belgelik vakamış, vakanın koşayla astığa altın medal belgelik bopkası olmayken tercümege. Altın medal belgelik vakanın birincisi Amerika, Japonya, Hindistan çok yan bir haterligi müdafiye altın medal belgelik vaka bulup hesaplandı. Birinci. İkinci, Amerika, Japonya stratejik baylık menbeleri hemkarlığı altın medal belgelik vaka bulup hesaplandı. Üçüncü, Amerika, Japonya iktisadiyen özara almıştırış altın medal belgelik vaka. Muşu 3 vaka Prezident Donald Trump Japonya'nı ziyaret kılgan 3 gün içinde vattırgı çıktı vatandaş. Bir yerde biz yani bir haberini eğitimiz ki keyin o muşun içinin çıkmamdı. Saklap koyup demen teha nime desiniz Tayvanlik obzorçi Tong Wen-shen hanım özünün ekranda suratını şundakla eçipti. Ekranını şuna eçividi. 2 tane şapka. O şaşıranlık şapka. Peki onun yazılgan hat Japan is back. Yani bununki manisi ben üzermiş tercüme kılsam Japonya qaytıp geldi. Birinci galiba netice Amerika Koşmuş Ştatlarının Japonya bilen bolgan nöbetki münasebeti yani şu münasebetin şekillengen altın devir. Yani Amerika, Japonya altın devri başlandı.
İkincisi Tok ve Galba ornida, belki tantana qilish tegish Galba ornida Yaponiya qaytib keldi. 80 yıl burunqi Yaponiya urushda mag'lub bo'lgan Tinch okean rayonida. 80 yıldan keyingi Yaponiya qaytib keldi. Öz aksiga qaytib keldi. Yaponiya cheklandi asosiy qonunda. Askar tutuşqa muntazam armiya qurishqa bo'lmaydi. Atom yadro qurollarini qo'llanishqa bo'lmaydi. Chet el bilan harbiy qurol yarog' savdosi qilishqa bo'lmaydi. Yani nima? Yani shundaq nurg'unlagan cheklamalar bilan tuzilgan asosiy qonunning 9-moddasida hozircha Yaponiyaning masalan marhum Shinzo Abedek vazirlari asosiy qonunni o'zgartirish uchun shuncha yo'l tirishchilik ko'rsatdi. Bu qatimmi? Garchi eg'izga olmagan bo'lsa-mu, bu qatimqi safarda prezident Donald Trump bilan vazir Tekaychi xonimlar buni faqat eg'izga olmagan bo'lsa-mu, amaliyotda hozir xulosalab obzorchilar deydi. Yaponiya qaytib keldi. Amerika Yaponiya altın davri boshlandi. Yaponiya qaytib keldi. Endi Aralık 29-günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump aeroplanda Koreyaga uchib ketib o'tib, aeroplanda ziyorat qilgan muxbirlarga bergan javobida shunday dedi vatandosh. Bir cümle söz shunday dedi: Tayvan, Tayvan, cho'qim. Tayvan, 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 cho'qim, Tayvan. Yani bunun oxiridagi söz qo'shilmagan yoki tarjimon chiqarib o'tdimi Xitoy tarjimon yoki boshqa so'z yo'qmi bilmaymiz. Tayvan, cho'qim, Tayvan. Yani bunun ma'nosi Tayvanning Jungo bilan munosabati yo'q. Jungo, Tayvan, cho'qim, Tayvan. Shu so'zni dedim aeroplanda tarqaldi, butun dunyoga tarqaldi. Butun dunyo ko'zi shu yerda, diqqati shu yerda, diqqat qilib turyapti. Prezident Donald Trump Koreyaga ketib o'tib, her bir sözdü, muxbirlar degan sözge bütün dünya dikkat qilib Gel şu kuni 29 kuni. Sen Koreyaga ketayotganda Osiyo vaqti bilan Beijing Koreya vaqtidan hiç farq bo'lmasa kerak. Yani bundaq bir xabar keldi bugun, buni qarab turing. Prezident Trump bilan Donald Trump bilan Xi Jinping suhbatidan ilgari Beijing yumshoq qo'lliq va qattiq qo'lliq ikki yuzli siyosatni yo'lga qo'ydi. Mavzuli xabar 10-29 kuni erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Bu gazet Tayvanning gazeti qo'y. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Jungoning rais Xi Jinping bilan Janubiy Koreyada o'tkaziladigan suhbat arifasida Beijing 29 kuni yumshoq va qattiq vositalarni ishga solib uchar tarqatdi. Jungo Tayvan xizmat ishxonasi bayonotchisi odatdan tashqari so'z iboralarni ishlatib, Tayvanga qurol ishlatishdan hargiz voz kechmaymiz deb qayta sharhlab, o'xshashla Jungo Tashqi ishlar ministrligi dalillab, Xi Jinping bilan prezident Donald Trump 10-ayning 30 kuni cho'nqur suhbatlashib, nayt zo'r mavzularni muhokama qildi. Nayt zo'r mavzularni muhokama qildi. Bu yerda agar nayt zo'r bir mavzuni muhokama qildi desak, bu vaqtda buni boshqacha tahlil qilsak bo'ladi. Nayt zo'r mavzularni muhokama qildi. Buning qanday mavzularni o'z ichiga oladiganligini Jungoning tashqi ishlar ministrligi bir nima demidi, ham boshqa matbuotlar bir nima demidi, bu to'g'rilashni demaymiz vatandoshim. Gapning ochig'ini aytsangiz vatandoshim, hamma kishilarga ayon mayli siyosat mantiqi, siyosat logikasi yoki turmush logikasi yoki davlatlararo munosabatlar logikasi mantiqasiga asoslanganda Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo o'tish Tayvan masalasi deyilgan masala mavjud emas. O'tganda bir qator shunday dedim vatandoshim.
Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasida Tayvan masalasi deydigan masala mavjud emas. Hozir Xitoyning hozircha ko'chirib kelayotgan shuari, tavlayotgan shuari qurol ishiltiman, tinch yo'lli ozod qilaman. Bir davlatni ikki xil tuzum ma'muriyat bilan ozod qilaman, hammasi qo'rqib vatandosh. Jungo Tayvanga hujum qila olmaydi. Bu mumkinlik yo'q. Faqat Tayvanni popoza qilib, Tayvanni eg'iziga ilib, xalqaro jamiyatning diqqatini o'ziga qaratib, jinning qasdi shaptulda. Xitoy Kompartiyasi va uning siyosiy hokimiyatining maqsadi Tibetlarni yo'qotish, Uyg'urlarni yo'qotish. Tibetda assimilatsiyani tezlatish, Uyg'uristonda assimilatsiyani tezlatish. Tibetda qirg'in qilishni tezlatish, Uyg'uristonda qirg'in qilishni tezlatish. Shu orqali yerni elib qilish, zaminni elib qilish Uyg'urning keragi yo'q, Tibetning keragi yo'q. Faqat shuning uchun Sharqda shap berib, G'arbda o'zining qilmishini yoki olvostila qiladigan ishni qilib, Tibet bilan Uyg'uristonni uzil-kesil munqariz, uzil-kesil mustamlika qilmoqchi bo'ldi. Xitoy Tayvanga chaqlanmaydi. Hozir endi kelaylik qaytib, Prezident Donald Trump aeroplan dedi Tayvan, chuqurmi Tayvan, yoki Jungo bilan aloqasi yo'q. Bir jumla so'z. Sen uning keyindan chiqib Tayvan Jungoning zimini qurol ishlatishni voz kechmaymiz. Bundaqda Koreyada o'tkaziladigan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Xi Jinping o'rtasida Jungoning raisi Xi Jinping o'rtasidagi suhbatga sen qaysi shaklda kirib kelishing mumkin? Shunda qattiq pozitsiya bilan kirib kelishing mumkinmi yoki prezident Donald Trumpga mo'tadil, yumshoq yoki diplomatik munosabat shakldagi bir holat bilan suhbat kirib kelishing mumkinmi? Agar sen mush maydoningda rost deganingda qattiq tura oladigan, Xitoyda popoza va ko'ranglikdan boshqa hech nima yo'q ekan. O'zing maydonni ching tura oladigan millat emas bu, hargiz. Ishonmaysiz unaga. Ishonmang vatandashim. Çünkü söhbət ət başlandığı vaxtda sen bu dərəcədə oturğa çıxışdan özü bu diplomatik qopallik buluda. Sen onun mətbuat yüzü cavab vermək, bayanat şəkil cavab vermək, sen Prezident Donald Trump bilan söhbətləşkəndə aldığı qoyduğu mavzuların qatırda aldığı qoyub cavabını asanlan buldu. Yani bu dövlətlə dövlət oturski diplomatiya bu hesablanıda Xitay'a. Vatandaşlar kendi etkisiyle haberimiz güvenlik edek vatandaşlar. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump zor bir ishni e'lon qildi. Jurnalga aloqzodi bo'lishga boshladi. Mavzuli xabar 10-oyning 28-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. 10-oyning 28-kuni tushdan keyin Prezident Donald Trump Yaponiyaning vaziri Takeshi xonim bilan birlikda yadro o't kuchi bilan harakatlanadigan Washington belgilik avtomatga chiqib, Amerikaning Yaponiyada turishi harbiy bazasini ko'zdan kechirdi. Ikki rahbar orqa-orqadan Amerikaning harbiy qismlariga nutq so'zladi. Amerika Yaponiya bexatarlik shartnomasining misli ko'rilmagan bir darajada mustahkam ekanligini e'lon qildi. Prezident Donald Trump taxmin ilgirlab, Amerika Yaponiyaga F-35 kurashchi aeroplanga qachalashga bo'ladigan yangi tipli raketa sotib berishni tasdiqladi deb ko'rsatdi. Tunji turkum raketa mush hafta Yaponiyaga yetib keladi deb e'lon qildi. BBC xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Bu murosim odatdagidek nutq so'zlash bo'lib qolmasdan texmi ilgirlab Osiyoning bexatarlik vaziyatiga munosabatli zo'r bir ishni e'lon qilishdi.
Yaponiya veziri Takeshi Hanım'ın ayrılma avamat kavside peyda buluşu ve uyarı notuk sözgün Amerika Qo'shma Shtatları Prezidenti Donald Trump'ның Takeshi Hanım'ını vezir Takeshi Hanım'ını teklif kılıp avamat gelip çıkışı. Bu yerda bir seliştirme 1945 yılı Amerika Qo'shma Shtatlarının Missouri belgelik avamat kesinin üstüde yani şundak bir murasim ötküzülüp, mesela Yaponiyanın teslim namusda kabul kılıdığan, Amerika taraf kabul kılıdığan şundak bir görünüşlük vaziyet ötken idi. 80 yıl bir. 80 yıldan keyinki bugün günde Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Donald Trump, yani şu Yaponiyanın növbette saylanğan veziri Takeshi Hanım'ını avamatkiga Washington belgelik avamatkiga chiqishga taklif qildi ve notuk so'zlashga taklif qildi. Şuna Yaponiya urushda mag'lub bo'ldi degan kulangiden qaytib chiqdi. Yaponiya qaytib keldi degan rostchilik ve tarixning mushu momentini, mushu o'zgarish davrida shundaq natija bilan xulosalan. Yaponiya qaytib keldi. Amerika Yaponiya oltin davri boshlandi. Prezident Donald Trump notuk söz degende mundaq ta'kidladi, bizning hukumatimiz burunqi hukumatlarga o'xshamaydi. Biz siyosetning to'g'ri bo'lishini qo'llashmaymiz. Agar biz urush qiladigan bo'lsak, bizga ham g'alaba qilamiz, ya'ni Amerika. Ham g'alaba qilishimiz kerak. Prezident Donald Trump yana mundaq ko'rsatdi. Amerika'nın harbiy tayyorliqlarini tayyorlash iqtidori yer shari bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Amerika armiyasiga bu jihatda teng tura oladigan ikkinchi bir davlat yo'q. Har qanday bizning mashinamizning orqasidagi chiroqni ko'rolmaydi. Ko'r, signal jungo taraf ketyapti. Qancha qudratlik bo'lib ket, qancha kuchlik bo'lib ket, qancha hozirgi zaman armiyasi qurib ket va hozirgi zaman fan texnikasidan qanchalik foydalanib harbiylarni shuncha zamonaviylashtir, lekin kesib esa biz o'ltirgan mashinaning kayni chirig'ini ko'rolmaysan. O'zi notoq so'zlab bo'lgandan keyin prezident Donald Trump Takeshi Hanım, Yaponiyanın yeni saylanğan veziri Takeshi Hanım'ını notuk sözleşke taklif kıldı. Takeshi Hanım qat'i iradesi bilen mundaq bildirdi. Yaponiyanın yeni veziri Takeshi Hanım qat'i iradesi bilen mundaq bildirdi. Teşlikni söz ibar bilen saklap turg'ili bo'lmaydi. Vah vatandaşım. 80 yıl. Çeklengen yoki bir doirda cheklangan bir davlatning arbobi bugungi davlat boshlig'i yoki vaziri Yaponiyaning Takeshi Hanım dediki, tinchlikni so'z iborlar bilan saqlab turg'ili bo'lmaydi. Tinchlikni saqlashimiz harakat bilan irodaga tayinishi lozim. Tushundingizmi ma'nosini? Buning ma'nosini tushundingizmi vatandosh? Tushuning vatandosh, tushuning. Hem de Yaponiyanın merhum veziri Shinzo Abe'nin sözlerden nakil keltirip bunda ko'rsatdi. Amerika Yaponiya birleşip bu rayonning bexatarligini qo'g'daydi. Osiyo Tinchlik rayonining bexatarligini Amerika Yaponiya birleşip qo'g'daydi. Bu qatam Amerika Yaponiya ikki davlat rahbarining avomatga chiqib notuk so'zlashi Amerika Yaponiya Yaponiya harbiy ishlar ittifoqining yeni bir bosqichga kirganligini ko'rsatdi. Reuters obzorida mundaq ko'rsatdi. Bu qatimki bu murosim so'g'oq munosabatlar urushidan beriki to'liq ahamiyatga ega qasam berish murosimi bo'lib qoldi.
ve Amerika'nın Yaponiyadaki harbiy bazıda amatkı çıkıp Amerika prezidenti Donald Trump bilen Yaponiya veziri Takaichi'nin nutuk sözleş murasimini Cumhuriyet Xeyne ciddileştirip etti. Bu murasim harbiy kuyuşni seliştirişli emas. Belki bir sistema, şenç ve merpetinin güç elişidir. Şenç kimde? Merpet, meddiyet kimde? Ve şundaklı bir sistema, ictimai tüzüm sistemisi kimde? Ya kişiler kubul kılalaydıgan ictimai tüzüm sistemisi kimde? Teyişlik, vekillik kılalaydıgan ictimai tüzüm sistemisi kimde? Ben şu saha boyunca kimde birisi bilen elişiş ceryanıdır. Tez haber vatandaş yani yetip gelgen haber. Prezident Donald Trump, Xi Jinping bilen Tayvan doğrusuzdu sözcüsüde kaldığımız teki mokam emez dep görsetti. Mavzulu haber 10. ayının 28. günü 10. ayının 28. günü Venvi torbeti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Ben başı 29 deptimin 28. günü iken cuma. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump bugün 10. ayının 29. günü, bu yer 29 hata okşaydı. Kore'ye ketip etip ayrıplandı. Mundak görsetti. Ete 10. ayının 30. günü Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping ile sohbet kurulmaz. Tayvan doğrusu da toxtuluş tekip belgelenmedi. Yani mundak delillep Cumhurbaşkanı'dan alıdığan pintayni tamojni beci huyda yani Black Whale'nın Android eksportu meselesi doğrusu da sözleşimiz mümkün. Şundakla Asiyaga kaytıp kelgende Kim Jong-un bilen görüşüm mümkün. Yani kaytıp kelgende Asiya degende birinci mezgilde vazife ötügende Prezident Donald Trump Asiyaga varıp Çavuşan'dan rahberi Kim Jong-un bilen görüşken ide betendi. Xi Jinping bilen sohbetleşkende Tayvan doğrusu sözleşiş o tehe belgelenmedi. Prezident Trump bunda görsetti. Tayvan uçukum Tayvan'da. Ana kabaş digirimizi yapmamış ya Tayvan uçukum Tayvan yani bunun devamı Tayvan bilen Cumhur'un münasebeti yok. Cumhur'un Tayvan bilen münasebeti yok. 10. ayının 29. gün düştüğüm vuru Japonya'daki ziyaretini ahırlaştırıp geçirinler. Prezident Trump Kore'ye qarab uçtu. Reuters agentliğinin haberiga asaslanganda Yaponiya ortak agentliğinin haber qilishçi Prezident Donald Trump aeroplanda muhbirlarga mundaq dedi. Bu qatimining Asiyaga berishim hozirgacha bo'lganda intayin yaxshi. Xi Jinping bilan uchrashganda Tayvan to'g'risida to'xtalish tehi belgilanmadi. O yani Xi Jinping belki so'rab kelishi mumkin. So'raydigan hech qanday gap yo'q. Tayvan uçukum Tayvan. Prezident Donald Trump 10. ayının 24. günü Washington'dan qo'zg'alib Asiyaga ziyoratga boradigan chaqda mundaq degan edi. Tayvanni men hurmat qilaman. Prezident Donald Trump. Tayvanni men hurmat qilaman degan edi. Prezident Donald Trump. 24. günü şundaq dedi. Ya sözleşmemiz demedi. Ahırdaki 29. günüdeki sözü Tayvan'dır, Tayvan çokum Tayvan'dır. Bu doğru da Cumhur'la sözleşimiz, Xi Jinping'le sözleşimiz belgelenmedi. Yukarıda gördünüz, Cumhur'un Tayvan hizmet işhanesi bayanatçısı ne mi dedi? Tayvan'a kural işiltiş yanmayımız. Kopallık ile cevap kaykırdı. Ete, sohbet başlarında bu ceryan kandak cevamlı şudu, et yetkili vatandaş.
Endi qisqa xabarlar mutlaq maxfiy xabarlar sirtqa chiqib ketdi. Mutlaq maxfiy xabarlar sirtqa chiqib ketdi. Xi Jinping jon tikib elishamdi. Urush qilmoqchimi? Amerikaga eg'ir g'arbiy kuch bilan chegara qistab keldi. Amerika nayt eg'ir harbiy kuch bilan jangona chegarasi qistab keldi. Ümit Sadasi TV 10. ayın 29. günü yutib. Yana bir xabar vatandaşım. Pırçaq, pilas, jangoni echib etish. Xi Jinping hammaga ma'qul bo'lishi kerak. Ba'ni qarang vatandaşım bu gapga. Xi Jinping hammaga ma'qul bo'lishi kerak. Ma'qul bo'lishi kerak. Birinchi nomerli havo armiya aeroplanida o'ltirib, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump ko'zni yumib ochqicha Tayvanda paydo bo'lishi mumkin. Qarang. Birinchi nomerli havo armiya aeroplanida o'ltirib, prezident Donald Trump ko'zni yumib ochqicha balki Tayvanda paydo bo'lishi mumkin. Bu acayip tasavvur. Ne vatandaş ya bu tasavvur. Tayvan'da paydo bo'lishi mumkin. Tayvan pek yaqin. Yani Janubiy Koreyaga Tayvan pek yaqin. Anlash. Xi Jinping. Anla. Öndaş Xi Jinping. Bu xabarni yozgan torbita qaysi? Tong Wen-shin. Tayvanlik 10. ayının 29. günü yutib. Xulasa kalam, Yaponiya ziyarati Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump. Yaponiya Amerika munosabatining oltin davri boshlandi. Bugun Tong Wen-shin kechiringlar. Tong Wen-shin xonimning torbiti ekran echilish bilanla stol ustiga qo'yib qo'ygan 2 dona shapkaga yozilgan xat Japan yaz. Bak. Yaponiya qaytib keldi. Birinchi cümlemiz Amerika Yaponiya munosabatining oltin davri boshlandi. İkinci cümlemiz Yaponiya qaytib keldi. 80 yil burungi Yaponiya qaytib keldi.